Ushbu videoni men bir kunda tayyorladim. Sizni like bosishingizga bor yo'g'i 5 sekund vaqtingiz ketadi. Rahmat. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Siz Retro Uzbro kanalidasiz. Kaseta. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu kasetalar ichida kimlarning to'ylari, qaysi shaharlar bor? O'zim ham bilmayman. Yana kaseta. O'rtoqlar. Kaseta. Odamlar tashab ketadi, men o'tkazib qo'yaman, lekin olib ketishmaydi. O'rtoqlar, shuncha kasetani retrosini hali qo'yganim yo'q. Qo'yishim kerak. Lekin bularni hammasini qo'yib boraman. Buning uchun siz meni qo'llab-quvvatlang va obuna bo'lishni unutmang. Qaytgancha, ko'p kishini shu savol rosa qiynasa kerak. Diskdan fleshkaga o'tkazarmikan? Kasetani qanchaga o'tkazar ekan? Narxlar qanaqa ekan? Narxlar oddiy. Kasetadan fleshkaga obunachilarimizga 100 ming so'm, obuna bo'lmaganlarga 150 ming so'm. Diskdan esa fleshkaga bor yo'g'i 30 ming so'm, obunachilarimizga, obuna bo'lmaganlarga esa 40 ming so'm. O'rtoqlar, shuning uchun obuna bo'lib qo'yish kerak. Siz ko'rayotgan kadrlar bu oddiy kadr emas, hurmatli o'rtoqlar. Bu o'tmish, bu retro, ya'ni eski davrlarga qaytamiz. Ushbu retro proyektimiz boshlandi. Sizdan faqatgina qo'llab-quvvatlash, obuna bo'lish, like bosish va izohlarda o'z fikringizni chiroyli axloqda qoldirish. Ko'p kommentariyaga so'kinib yozma. Ushbu retro videolarimiz butun O'zbekistondan olinadi. Butun viloyatlardan, butun tumanlardan. Siz ushbu kanalda o'zingizni yoki qarindoshingizni, yoki qo'shnilaringizni, yoki yaqinlaringizni ko'rib qolishingiz mumkin. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Да, конечно. Eski davr kadrlari, unutilgan lahzalar, orqaga qaytamiz, naqadar ajoyib tuyg'u his qilamiz va hozirgi kunda bo'layotgan yangiliklar. Ushbu kanalda hammasi bitta, retro va hozirgi kunda bo'layotgan yangiliklar. Это я вам точно говорю. Yana bitta gapni aytib qo'yay. Agar kanalimizga obuna bo'lsangiz, like bossangiz, bir vatandoshingizni qo'llab-quvvatlasangiz, sizni hech kim urushmaydi, urushmaydi. Aksincha, qaysidir ma'noda yaxshi ish qilgan bo'lasiz. Hurmatli o'rtoqlar, hozir biz siz bilan 2003-yillarga qaytamiz. Retro. Wow. Like bosish kerak o'rtoqlar, like. Nostalgiya. Orqaga qaytamiz.
Qanday bo'lyapti o'rtoqlar? Mazami? Zo'rmi? Like bosdingizmi? Qani qarangchi. Obuna bo'ldingizmi? Pastda podpisatsiya bor. O'shani bosib qo'ydingizmi? Qarangchi. Mana bu kartalarga donat qildingizmi? Qo'llab-quvvatlaysizmi? Maza qilyapsiz-ku. Retroni ko'rib. Qo'llab-quvvatlang, bir donat qilib qo'ying. O'lsin 5000 so'mmi, 10000 so'mmi. Aboy aka bo'lsangiz bir 1 500 minglar qilib yuboring. Biz tamom motivatsiya olaylik. Sizning donatingizdan sog' bo'ling.
Ağır fakirlikten yiroqlar ba'zi israt ehtirosga to'lib yotdik biz. Tumanlar içinde titrab ağır İman eşigini kirib ochdik biz. Kimdir yo'limizga g'ol bo'lmadi. Kimdir jonimizga chang solmoq Yaxshilik yo'lasin kulgan ko'rdik. Yomonning javob olganini ko'rdik. Sotqinning sharmisar bo'lgan haqni qo'ydik. Do'st bu dunyoning poyoni yo'qdir. Kim shohir, kim gado, kim och, kim to'qdir. Bunda kelganning hech ketsi yo'qdir. Ajib bir dunyoga kirib qoldik. Ajib bir dunyoga kirib qoldik biz. Bunda kelganning hech ketsi yo'qdir. Ajib bir dunyoga kirib qoldik. Ajib bir dunyoga kirib qoldik. Hurmatli o'rtoqlar, xo'sh, video sizga yoqdimi? Shunga o'xshagan videolarni davom ettiraymi? Eski davrlarga qaytish yoqdimi? Kreditlar yo'q davrlarga qaytish yoqdimi? Arzonchilik davrlarga qaytish yoqdimi? Sizniki tormi yoki dutormi? Ozodbek Nazarbekov nima dedi?
birgalikda ko'ramiz. Misol uchun san'atkorlarni tashqi ko'rinishi, o'sha jamiyatda yurish-turish axloq qoidalari, mezonlari bo'yicha ma'lum bir normalar ishlab chiqarilishi haqida. Odob axloq kodeksi ishlab chiqiladimi O'zbekistonda va siz buni tarafdorimisiz? Bu yerda ijtimoiy tarmoqlarda ham faol bo'ldi. Oxirgi o'sha tormi juda bir xunuk qo'shiqni o'zidan bir o'zi hamkasbi munosabat bildirib chiqdilar. Madaniyat vazirligi bu bo'yicha hech qanday munosabatga berishga majbur emas deb. Bunga siz nima deb qaraysiz? Bilasizmi, biz kelinglar mana shu o'rinda bu biz avvalo biz bir narsaga kelishib olaylik-da. Biz umuman modomiki biz demokratik jamiyat qurmoqchi ekanmiz. Demak, demokratik jamiyat degani bu erkinlik ustiga quriladigan jamiyat bo'ladi. Bu jamiyat xo'p, ana o'sha erkinlikni talab qilayotgan jamiyat avvalo o'zi tayyormi ertaga mana shu narsalarga degan savol chiqadi. O'zi tayyormi? Ya'ni agar erkinlik desa, kechirasizlar, ertaga toqat qilishinglar kerak boshqa tomonlariga marhamat qilib. Shuning uchun bu o'rinda nima desam ekan, bu qanaqadir axloq kodeksi yoki boshqa bir cheklovlar, boshqa narsalar qo'yish men tarafdori emasman. Agar menga qolsa nima qilish kerak desa, ta'bir joiz bo'lsa shunaqa misol keltiraman sizlarga. Oq yoki qora loyihalarga deylik, qora loyihalarga tikilayotgan pulni hisob-kitob qilish kerak qilsa bo'ladi uni bugun. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda umuman barcha mana shu kontentlar nuqtai nazaridan ob'yomini bir tahlil qilsa bo'ladi. Qancha mablag' sarflanyapti qora kontentlar uchun deylik. 100 karra ko'p oq kontentlar uchun mablag' ajratish kerak bo'ldi. Mana shu to'g'ri yechim deb o'ylayman menimcha. Hurmatli do'stlar, aynan mana shunaqa fahish targ'ibotlari kuchayib ketyapti. Shunaqa qo'shiqlar, so'kinishlar, qanaqadir ko'rsatuvlar, kanallar. Do'stlar, agar bir balo kelmasin desangiz, duo qilib turing. Duo qilishimiz kerak. Shunaqa fahishlar ko'paygan sari bir balo kelishi osonlashadi. Do'stlar, bular bu narsalarni tushunmaydi. Bular mana shu dunyoda yashab qolaylik deydi. Mana shu hayotda mazza qilaylik, mashhur bo'laylik. Mashhurlik uchun hamma narsasini sotib yuboradi. Or, nomus, hech narsasi qolmaydi. Ularga farqi yo'q. Ular o'ylaydi, bu men qanday bo'lsam shundayligimcha yashayapman. Hayotga bir marta kelaman, yashab qolishim kerak deb o'ylaydi. Lekin yashash qanday xohlasang shunday yashash degani emas. Insonda har doim ikkita yo'l bo'ladi. Yaxshi va yomon, hurmatli o'rtoqlar. Qanday bo'lsang shundayligingcha bu deyshadi. Shunaqa gaplar rosa ko'p aylanadi agar e'tibor berib qarasangiz. Agar men qanday bo'lsam shundayligimcha bo'lmoqchi bo'lsam, menda tanlov bo'lmaydi. Tushunyapsizlarmi? Insonda tanlov bo'lmaydi. To'g'ri, hayotga bir marta kelamiz. Lekin ishoning, ushbu dunyo sinov dunyosi. Siz ko'nglingizga kelgan narsani qilib, xohlagan joyingizga chichib ketaverishingiz kerak emas. Chunki siz chichib ketasiz, qolganlar uni hidiga chida olmay azoblanishadi. Kimniki tor, sizniki tormi yoki dutormi? O'rtoqlar, siz aniq bilasiz. Ich-ichingizdan qaysidir joyingizda bu haqiqatni bilasiz. Albatta, hammamiz bir kun emas bir kun ketamiz. Va hamma qilgan ishlarimiz, topgan boyliklarimiz, yig'gan obro' e'tiborimiz, yulduzlik kasalligi hammasi qolib ketadi va ularning hammasi bir haftada yoki ja borsa bir oyda, ja borsa bir yilda unutilib ketadi agar mashhur inson bo'lsangiz. Lekin ishoning, umuman esdan chiqib ketasiz. Mayli, hozirgi paytda e'tibor berib qarasak ko'p jihatlardan, masalan, mana shunaqangi sharmandaliklarni targ'ib qilayotganlarga hech kim indamayapti. Qaysidir ma'noda demokratiya deb bong urishyapti. Ha, demokratiya. Unda qolgan barcha sohalarga demokratiya ko'zi bilan qarash kerak deb hisoblayman. Barcha sohalarga, ko'p narsalarga. Tushungan tushundi. Hurmatli do'stlar, biz mana shunday fahish targ'ib qilayotganlarni, masxarabozlarni, vaynerlarni qo'llab-quvvatlayapmiz. Ayrimlarini, hammasini emas, hammasini masxaraboz demaymiz. Ayrim blogerlar hozirgi paytda fahishni targ'ib qiladi, ayollarni olib chiqadi, masxarabozlik qilishadi. Xullas, bu yoshlarning miyasiga qanchalik ta'sir qilishini ular tushunishmaydi. Ularning ko'zi ochilmagan hali. Ular nima qilayotganini bilmaydi. Ular hali qaysidir ma'noda tentak bir bolacha desa ham bo'ladi. Hurmatli o'rtoqlar, ijtimoiy tarmoqqa odamlarga berayotgan vayinlari, fahishlari, masxarabozliklari odamlarning qanchalik vaqtini o'g'irlayapti. Prosmotrlarni ko'ring. Necha million odamlarimiz o'shalarni ko'rib, qo'llab-quvvatlab, like bosishyapti. Hurmatli do'stlar,
ko'zimizni kattaroq ochaylik. Yon atroflarga e'tibor beraylik. Tafakkur qilaylik. Daraxtlarga, tog'larga, osmonga, maysalarga, fasllarga qarang. Tafakkur qiling. Hurmatli o'rtoqlar. Hamma narsani oxiri bor va tugashi bor. O'sha payt keladi. Bir deganda hammasi to'xtaydi va siz bir deganda hamma muammodan qutulasiz. Ya'ni o'sha kun bu haqiqat. Hammamiz o'lamiz. O'rtoqlar, siz tayyormisiz? O'zingizga o'zingiz savol bering. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kanalni ham qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Axir biz qaysidir ma'noda bachkanalik qilmaymiz. Fahshni targ'ib qilmaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.